Assalomu alaykum. Bizda yangilik bor. Biz oilaviy invest kursni ishga tushirdik. Bu nima deganiki? Endi siz eringiz bilanmi, xotiningiz bilanmi, ota-ona yoki farzandingizmi birga kursni o'tishlari mumkin bo'ladi. Nimaga bu kerak? Birinchidan, bu motivatsiya beriladi. Bir-birlarini motivatsiya qilasizlar. Ikkinchidan, bilim bilan almashasizlar, tajriba bilan almashasizlar. Yangi olgan ma'lumot bilan almashasizlar. Uchinchidan, bu oilaviy rivojlanasizlar. Oilaviy finans bo'yicha, moliyaviy bo'yicha birga yurasizlar, birga rivojlanasizlar. Yana bu ishonch. Agar siz yaqin odamingiz bilan bilim olsangiz, kursni o'qisangiz, sizlar yaqinlashasizlar. Ishonch, davriya bir-birlaringizga ko'payadi. Chunki odamlar birga nimadir qilsa, bu juda zo'r foyda oilaga plus bo'ladi. Yaqinlashiga plus bo'ladi. Har kimda o'zini lishniy kabineti bo'ladi. Har kimda o'zini nimasi bo'ladi, natijalari. Lekin kursni baribir birga o'tasizlar, ustiga pul qo'shmaysizlar. Ana shunday qilib bir-birlaringni podдержка qilasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar natijaga ham harakat qilishlari mumkin bo'ladi tezroq erishishga. Shuning uchun aziz do'stlar, bu juda zo'r narsa, bu yangi narsa, bu eng zo'ri foydali narsa. Nafaqat sizni moliyaviy situatsiyangizga foydali bo'ladi. Yana oilaviy situatsiyaga bu juda plus bo'ladi aziz do'stlar.